Mazza qildimning navbatdagi soni. Diqqat azizlar, mazza qiling. Borliqdagi barcha ne'matlar sen uchun yaratildi. Ammo ular seni o'ziga emas, yaratuvchinga yetaklash uchun berildi. Har bir ne'mat ortida uni tanish uchun bir ishora bordir. Ehtimol ota-onang sen istagan barcha orzu umidlaringni ro'yobga chiqara olishmagandir. Lekin ular o'zlari erishgan barcha narsani senga tortiq etishgan. Go'zal insonlar hamisha ham oq ko'ngil bo'lavermaydilar. Ammo oq ko'ngil insonlar hamisha go'zaldirlar. Men aytamiz. Sovg'a qilmoqchi bo'lsangiz, kitob sovg'a qiling. Chunki hamma sovg'alar eskiradi. Kitob o'qisangiz, eskiradi. Bir kishi o'rangan ayolni ko'rsatib, yonidagi sherigiga shunaqalarni yoqtirmayman-da dedi. Sherigi esa aslida sen yoqtirmasliging uchun shunday kiyinganda dedi. Kimga mazza qildingiz? Asadillo, Shahlo, Baxtiyor, Malika yoki Akmal? Izohlarda albatta yozing. Mazza qildimning navbatdagi soni. Azizlar, ushbu dasturda qaytaraman. Sizni reklamangiz bo'lishi mumkin. Yoki qimmat. Hozircha esa mazza qiling. Mehmon keladigan kabi uyingni, o'lim keladigan kabi qalbingni ozoda tut. Ko'ngilni og'ritib, yana uni eritish uchun ko'z yosh to'kmang. Zero ko'z yosh toshni yoradi, qalbni emas. Umr bo'yi hech nimaga erishmaganlar o'zgalarning erishganlarini kamsitish bilan o'zlarini ovutishadi. Eshak hech qachon ot poygasida qatnashmaydi. U faqat mag'lub otning ustidan bo'ladi. Agar onangiz ignadan ipni o'tkazib ber bolam desalar, ignadan ipni tez o'tkazib qo'ymang. Onangizni qariganini yuziga solgan bo'lasiz. Aslida hammadan onam chiroyli, onam chiroyli, onam chiroyli. Aslida hammadan onam chiroyli. Kimga mazza qildingiz? Asadillo, Shahlo, Baxtiyor, Malika yoki men? Izohlarda albatta yozing. Mazza qildimning navbatdagi soni. Diqqat, nazar qiling. Men bor ekanman, sen doim sevilasan demoqlikdir erkaklik.
unutma. Senga birov haqida xabar olib kelgan inson sen haqingda ham gap olib ketadi. Ayollar erkaklarni kechirishni yaxshi ko'rishadi aslida. Ayniqsa erkaklar ayb qilmagan paytda. Bicham ayb qilgan paytda unaqa qilmaymiz. Shunaqa qilamiz shahmatda. Qon olinglar. aybi ko'pda bularda. Manzilimiz go'zal. Balki shuning uchun ham yo'limiz mashaqqatlidir. Bu atir idish. Bu hozir tashlab yuborsam sinsa, juda kuchli hid taratadi. Lekin oxirgi marta. Kimga maza qildingiz? Asadillo, Shahlo, Baxtiyor, Malika yoki men? Izohlarda yozing. Mazza qildimning navbatdagi soni. Diqqat, mazza qiling. Hamma bir kun o'ladi. Kimdir tuproqqa, kimdir esa qalblarga ko'miladi. Bu dunyoda ikkita eng chiroyli ayolni bilaman. Birinchisi meni onam. Ikkinchisi sizning onangiz. Ko'p yaxshi so'zlarni aytishingiz mumkin. Lekin qilgan ishingiz kimligingizni ko'rsatadi. Ular seni muhokama qilishyapti. Xafa emasmisan? Yo'q. Ular bir-birlarini ham muhokama qilishadi. Va yana birga bir dasturxon ustida o'tirishadi. Nega xafa bo'lay? Aka. Siqilmang. O'z shunaqa ayrim ayollarni rozi qilib bo'lmaydi. Yaratgan ularga qosh berdi. Terib o'zlari xohlagandek boshqacharoq qosh chizmoqdalar. Yaratgan ularga tirnoq berdi. Tirnoq ustiga tirnoq qo'yib o'zlari xohlagandek qilmoqdalar. Yaratgan ularga qomat berdi. Uni ham o'zgartiryapti. Robbilari rozi qila olmaganni siz rozi qila olasiz. Hozir ma'lum bir ayollar izohlarida, endi ayol kishi o'ziga qarab yurish kerak-da deyishlar mumkin. Albatta ayol kishi o'ziga qarab yurish kerak. O'ziga qaratib emas. Kimga maza qildingiz? Asadillo, Shahlo, Baxtiyor, Malika yoki men? Izohlarda albatta yozing. Mazza qildimni Madinadan xurmo bog'idan maxsus soni ustoz Abror Muxtarali bilan birgalikda. Diqqat. Mazza qiling. Qadarga iymon keltirgan odamni yengaman deb o'ylayapsanmi? Ahmoq ekansan. Salomlashishda 70 sabab bor. Shundan 69 tasi salom berganniki, bittasi alik olganniki. Assalomu alaykum. Bitta savob bo'lsa ham avval.
Kimga maza qilganingiz aniq. Shu holatda ham yozing izohlarda. Kimga maza qildingiz? Maza qildimning navbatdagi soni. Diqqat azizlar. Maza qiling. Biz shunday dunyoda yashayapmizki, dafn marosimi marhumdan muhimroq. To'y sevgidan muhimroq. Tashqi ko'rinish esa aqldan muhimroq. Agar kimgadir achinish kerak bo'lsa, faqat o'z iymonimga achindim. Tilda bor-u, amalda yo'q. Amalimga achindim. Sizni sevgan insonlarni ko'p ham ranjitavermang. Chunki ular sizga bo'lgan sevgilari tufayligina ojizdirlar. Arzon insonlar bilan qilingan orzular juda qimmatga tushadi. Bir gunoh qildingmi? Darhol tavba qil. Chunki inson suvga tushgani uchun emas, suvdan chiqmagani uchun cho'kadi. Kimga maza qildingiz? Shahlo, Asadillo, Baxtiyor, Malika yoki men? Izohlarda albatta yozing. Mazza qildimning navbatdagi soni. Diqqat azizlar. Mazza qiling. Bir kun farzandim o'z hikoyasini aytayotib, dadam va oyim menga dunyodagi eng chiroyli bolalikni hadya etgan deyishini xohlardim. Ko'z ko'rganini sevmaydi, sevganini ko'radi. Inson tong ottirsa, agar sog' bo'lib, oilasi, yaqinlari sog' bo'lib, yurti tinch bo'lib va uni bir kunlik yegulik taom oldida bo'lsa, demakki unga butun dunyo yaxshiliklari ato qilinibdi. Nega yoqmayapti tikanli so'zlar? Sizlardek so'zlasak qilasiz jahl. O'zgarib ketibsan juda deysizlar. Bizni o'zgartirgan o'zingiz axir. Ayollarni ijtimoiy tarmoqlarda o'zlarini ko'z-ko'z qilishlari, xoh niqobda bo'lsin, xoh hijobda bo'lsin, xoh Makkada, xoh Toshkentda, xoh Madinada. Buning tashxisi e'tibor yetishmasligidir. Tugamadi. Hurmatli erkaklar, ayollaringizga e'tiborliroq bo'ling. Ayollar tabiatan e'tiborga chanqoq va doim shu xislatga tobedirlar. E'tibor bu xumor kabidir. Qondira olmasangiz, qondiradigan joyni topishadi. Tamam.
Kimga maza qildingiz? Shahlo, Asadullo, Baxtiyor, Malika yoki Akmal? Izohlarda yozing. Mazza qildimning navbatdagi soni. Diqqat. Mazza qiling. Daraxt bo'ling. Boshingiz osmonda bo'lsin u, oyog'ingiz yerda bo'lsin. Hayotda ikki zotga ishoning. Biri oynaga boqib ko'rganingizga, biri esa osmonga boqib ko'rmaganingizga. Aslida eng ko'p ehtiyoj sezgan insonlaring hech kimga ehtiyojing yo'qligini o'rgatishadi. Ey juftim. Kul. Arazla. Asabimga tek. Faqat aslo va aslo jim turma. Xavotirga solma. Kimga maza qildingiz? Shahlo, Asadullo, Malika yoki Akmal? Izohlarda albatta yozing. Aziz kuzatuvchilar, maza qildimning navbatdagi soni. Dastur zo'r bo'layapti. Sizni izohlaringizni o'qiyapmiz. Siz yozgan ma'lum bir gaplarni ham aytayapmiz. O'ylaymizki, maza qilyapsiz. Yana maza qiling. Yulduzlar ko'p, lekin oy yagona. Siz o'sha oysiz onajon. Har gapni yurakka olib, yig'layveradigan qalbingizga ayting. Onangiz sizni 9 oy qiynalib, arzimagan insonlarning arzimagan so'zlariga ezilib o'lib ketishingiz uchun tug'magan. Adashdimmi deyman? Men parvo qilmang. Bu dunyo shartlarin nazarga ilmang. Niqob taqib kelish kerak bo'lgan joyga asl yuzim bilan kelibman bilmay. Erkaklarga savol. Siz uyga borganingizda bayram bo'ladimi yo uydan chiqqaningizdan? Sizga ham qiziq bu savol. Izohlarda qoldiring. Albatta ayoliga qiziq. Kimga maza qildingiz? Shahlo, Asadullo, Malika yoki Akmal? Izohlarda javoblaringizni yozing. Maza qildimning navbatdagi soni. Diqqat. Maza qiling. Robbim, o'zing guvohsan. Dilimni qattiq og'ritganlarni kechiryapman. Jamoling va jannating umidida. Agar sizga bir ayol yuragining kalitini topshirgan bo'lsa, siz bu bilan maqtanmang. Agar xafa qilsangiz, qulfni o'zgartirib qo'yishi mumkin. Bir kun jilmayib, ey Alloh, bu meni kutganimdan ham ortig'i-ku deymiz.
keliningizga bolani oldir deb aytdim. 4tasi yetadi. Shunda ham ro'zg'orga yetkazolmayapman. Hasrat qildi o'g'il onasiga. Shunday degin, dedi ona. Otang ham bir vaqtlar seni, ya'ni 5-farzandimni oldir demagan ekanda. Shunda boyib ketarmiding sensiz? Kimga maza qildingiz? Shahlo Asadullo, Malika yoki Akmal? Izohlarda yozing.